O go'ja sezoni ham boshlandi. Shaharda qatta zo'r go'ja qiladi deyotuvmidinglar? Mana, palchillatdim lekin. Men sizlarga hozir 15 yildan beri odamlar maqtab ichadigan go'jani ko'rsataman. Bu go'jani afzalliklari uni quyuqligida va ichiga solinadigan mahsulotlarni ham chertib bir-biriga chiqishadiganlarini tanlaganligida. Bu go'jaga umuman suv solinmas ekan. Shuning uchun ham quyuqqina, ham to'yimli, ham mazali. Issiq kunlarda jonni rohati. Mana shu turishi 9000 so'm. Javohir nomer 1 ayron go'ja desa o'zi ko'pchilik biladi. Bilmaganlar uchun mana shu videoni tayyorladim. Bitta like bosib ketarsizlar. Ayronlari ham quyuqqina ekan. Ta'mi juda mazali. Ichiga solingan olmalari ham arzon olma emas. Yeganda maza qilasiz, juda shirin ekan. Bu yerning yana bitta katta fishkalaridan biri bu limonli sharbat. Ichiga bo'yoqlar, ximikat, konservantlar umuman solinmas ekan. Tabiiy limondan tayyorlanadi. Shu bilan birgalikda nordon maza yo'q. Bitta ko'targaningizda chanqog'ingizni birdan bosadi. Sharbatni bir bakali 8000 so'm. Yana bu yerda iced tea va o'rik sharbati ham bor. Xohlasanglar dastavka ham qilib berishaveradi. Pastda nomerligini qoldirdim. Yengil qorinni to'qlab olish uchun sosiskali bulочка hamda somsalar ham olsanglar bo'ladi. Joylari ham soya salqin, ichkarida ham chiroyli joylar qilib qo'yishibdi. Javohir nomer 1 ayron go'jalari ertalab 10 dan kechki 3-4 gacha ishlar ekan. Adresi Do'mbrobod, Yujniy vokzaldan Sobir Rahimovga ketaverishda o'ng qo'lda. Bu videoni o'tib ketayotgan og'ayninglarga jo'natib qo'yinglar.